Do'stlar, bizda navbatdagi Malibu 2 turbina avtomashinamizga metan ustunovka qilib berganmiz. Yevropa gazdan injektor 48 blok turbinamiz 4+4 оборудование bilan tushadi. Injektorga keladigan bo'lsak, Barakuda italyanskiy original shlangalar bilan. AT12 hamda zapravishlarni ham o'ta mustahkam qilib joylashtirib berganmiz. Buni bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismiga 90 talik metan balon joylashtirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bagajlari ham juda ham katta. Avvalgi chanalar bilan Gentrani обшивкасы дополнительный rezinkalar bilan o'ta ideal holatda o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa hozir kamdir legirovka jarayonlari ketyapti. Ko'rsatkilari ustakamiz xudo xolasa 90 ga 10, 95 ga 5 rejimda ishlaydigan legirovkalar bilan qo'yib beryapti. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.